Sizlar bilan men o'sha Ikromxon. Hammangizdan uzr so'rayman. Do'stlar, chunki men juda ko'p nima qila olmadim. Video ola olmadim chunki boshqa ishlar bilan bo'lib video ola olmadim. Do'stlar, hozir video olamiz. Videoda men nima bo'laman? Biz bu videoda Minecraft o'ynaymiz do'stlar. Minecraftni tanimaydigan odamning o'zi olsa kerak do'stlar. O'yin deb ataymiz bizning nimamizni do'stlar. Do'stlar, tezroq biz 160 ta bo'lsak, agar tezroq 160 ta bo'lsak, 160 ta obunachim bo'lgandan keyin bu videoni ana 170 ta obunachim bo'lgandan keyin bu videoni ikkinchi qismini olaman. Do'stlar, hozir biz esa o'yinni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, mana o'yinimiz boshlandi. Birinchi o'rinda daraxt topamiz. Do'stlar, bizning maqsadimiz olmos topish. Olmos topib, olmos kovlash. Do'stlar, iltimos, like bosib obuna bo'linglar. Bizning kanal eng kuchlisi bo'lishi kerak. Do'stlar, iltimos, like bosib obuna bo'ling. Chunki mening kanalim agar 200 ta bo'lsa, biz 200 ta emas, 1000 ta bo'lsak, eng nimani boshlayman. Qo'rqinchli joyiga kiraman do'stlar. Iltimos, shuning uchun like bosib obuna bo'ling. Necha mingta odam kuzatib boradi meni nimamni. O'yinimni. Lekin like bosishmaydi. Shuning uchun sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hozir do'stlar, men birinchi o'rinda ko'proq daraxt chopib olsam, mana hop, birinchi keyin hozir mana verstak. Hop, mana 64 tadan 4 ta mana qo'yamiz. Mana hop, endi bundan birinchi o'rinda bunday qilamiz. 4 ta dona yetadi. Hop, bundan esa bunday qilamiz. Bitta dona kirka yetadi. Hop do'stlar. Hop, mana ichkariga kiramiz. Ya'ni pastga tushamiz. Yo'q, bekka tushmayman men. Hozir menda ko'mir yo'q. Hop. Shuning uchun mana bu yerdan hozir temir kovlab turamiz. Tosh. Tosh kovlab turamiz. Mana. Mana ko'mir chiqdi. Hop do'stlar, mening bu nimada, agar bu mana shu videoda ko'proq like bossangiz, buni ko'proq qismlarini chiqaramiz do'stlar. Shuninglar, sizlar ko'rsatasiz. Oddiy like bosib obuna bo'lib qo'yish qiyinmi do'stlar? Mana yur. Mana shu oldin mas bilan o'ldirsam. Hop. Endi pastga tushsak bo'ladi. Hop. 8 ta oldim. Hop. Endi buni qo'yamiz.
bilan bunday qilib turib bunday ko'proq qilib olamiz. Albatta bundan tosh kirga yasaymiz va konga tushamiz. Xo'p do'stlar, narigi uyda bu ovoz chiqayotganda eshitayotgan bo'lsangiz kerak, narigi uyda akam o'tiribdilar, o'shaning uchun ovoz chiqyapti. Narsa ko'rib o'tiribdilar. Tez tushish kerak. Tez. İyi böyle. Mana yerda kon bor ekan do'stlar. Konni ko'rmay qolibmiz. O temir bor ekan. Kakras temir kerak edi. Temir ko'p ekan do'stlar. Hop, hozir mana bunu olamiz. Endi bunisini ham olamiz. Do'stlar, agar mana shu video 20 ta like yig'sa, do'stlar, men nima olaman? Nima deysizmi? Ano Vijvaniya o'yinini olaman. Do'stlar, hozir jonim ketdi. Hop. Sal qolyapti. Do'stlar, yana temir topildi. Mana hozir shu temirlarni kovlab olamiz. Do'stlar, mana o'yin ketyapti do'stlar. Hozir biz olmos topsak, bizning nimamiz tugaydi videomiz. Xo'p. Konda ko'proq olmos bo'ladi. Qaysi tarafga boramiz? Bu tarafgami yo baxt chiqish ekan ketdik. Xo'p, mana buni olamiz. Bu yerda ham temir bor ekan. Do'stlar! Mana oltin topildi. Olmos. Qani bog'ini ham o'rganaylik-chi. Bu konda balkim yana olmos bor. Qonni ichida olmos gul nima qilyapti do'stlar? Xo'p. Do'stlar, mana bizning nimamiz ham bajarildi. Keyingi video xuddi shu joydan boshlanib ketadi. Aytmoqchilik. Buni kovlasak yomon bo'ladi-ku. Mening inventarimda bu bor. Mana buni bunday qilamiz. Xo'p, bundan yasaymiz. Xo'p. Bunday qilib turib buni yasaymiz. Keyin bunday qilib turib mana toshlarni bu yerga olamiz. Mana do'stlar, mana hop. Mana o'zimizni o'rab oldik. Endi bu yerga blok farqi yo'q. Mana bunday qilib turib balok tugagan. Mana bu yerga qo'ysak, olmasini shunda osonroq olamiz do'stlar. 10 ta uglni qo'yamiz. Hozir bu yerdan ugl bilan temir olamiz. Do'stlar, uzr, ruscha gapirdim. Keyingi safar nima qilishimizni nimaga yozib olinglar. Kommentariyada yozinglar do'stlar. Qani nima qilamiz? Hop, mana chiqdi, yaxshi. Hali yasagam yo'q aytmoqchilik. Hop, mana buni yasadik. Bu olmoslarni kovlaymiz. Do'stlar, hozir o'ynab maza qildi. Bag'da yo'q ekan. Xo'p, buni ham tayda bor ekan.
Yaxshi, 6 ta olmos. Xo'p. 6 ta olmosga broniya yesa bo'lmaydi albatta. Do'stlar, iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi safargi o'yinimizda nima qilamiz? Yozib qo'yinglar. Do'stlar, agar bu videoni keyingi qismini chiqishini xohlayotgan bo'lsangiz, 70 ta emas, 165 ta obunachilik bo'lganimdan keyin kutinglar, o'shancha bo'lishini. Xo'p, mana olmosga bosh kiyim emas, nima yasaymiz? Olmos kirka yasaymiz. Kirka turishini qaranglar do'stlar. Mana terib qo'yildik. Bu yerga musurimizni tashlaymiz. Ana, tashlab oldik. Endi bularni pishishini kutamiz. Shunda menda hozir jinga yetmas ekan, mayli endi. Broniga yetmas ekan. Mana buni bunday qilib turib, bo'ldi. Mana. Xo'p do'stlar, tezroq pishsa bu temirlar biz tezroq narsamizni yasab olamiz. Mana pish. Do'stlar, tezroq pishsa ekan biz ungacha nima qilamiz? Bizda nima bor? Xo'p. Bizda olmos bor. Demak, biz hozir olmos bilan bunday narsa yasaymiz. Do'stlar, mana yasab oldik. Bizga kerakli narsani yana shundan keyin yana bir broniyani yasaymiz. Hozir mana 6, yana 2 ta kerak. Do'stlar, keyingi videoda full olmos braniya yasaymiz. Full olmos braniya. Bo'pti, olmos emas, oltin braniya yasaymiz. Olmosni undan keyingi qismda chiqaramiz. Agar xohlasangiz chiqaramiz. Mana bo'ldi. Albatta unisiga yetmaydi narsa. Mana. Bitta qoldi. Bittaga esa chelak yasaymiz. Mana. Bo'ldi do'stlar. Chelak. Mana. Xo'p do'stlar, hammangizga xayr do'stlar. Shu joyda hammangiz bilan xayrlashamiz. Chunki do'stlar, biz olmos topdik. Mana. Olmosli narsalarni ham yasab oldik. Hammangizga xayr do'stlar. Sizlar bilan o'sha Ikromxon bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz.